yangi texnikani afzallik tomoni mana yo'lni buzmaydi, kavlamaydi, changimaydi, asfalt buzilmaydi, ham ish unumdorligi tez ekan. Bir kunda bitta malutka где-то bir 300 metr yaxshi malutka kavlasa, buniki bu soatiga 300 metr, 400 metr kavlab beradi deyapti. O'shaning uchun yangi texnologiya bilan ishlab ko'ryapmiz. Ben qo'yib qoldim. Bundaqani ko'rmagandim, eshitmagandim. Mana hozir ko'chamizga kelib, ko'chamizni kavlamasi turbani qoqib o'tkazyapti. O'zigani ko'chaga ham ziyon yo'q, aholiga ham ziyon yo'q. Bir qoqishdan 180 metrga boradi deyishyapti. 1,5 metr chuqurlikda kavla o'tkazyapti. Tasanno qoyilman.